Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zo'rdun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Ziyodun bag'dan chivin qaptirgan harbi etini yishib mindi-da, bog' aralab qechib mahallidan daryo tarafga yurib ketdi. O ixtiyorsizla yigit vaqtida Rayhongulni elib qechish uchun do'sti bilan saqlagan jig'anliqqa keldi. Atni o'tqa bog'lab qo'yib, yumshoq chiman ustida dum yotdi. Uning bosh tarafi yar beshi, oyoq tarafi qora suv, quyuq jig'anliq. Onun yanida yar ostidan chiqadigan muzdek buloq suvi. Buloq suvi bilan qora suv qo'shilgan yerda hozirmi char beliqlar qizg'ish ko'zlarini parqiratib o'ynab yuratdi. Nuri bola vaqtida mush yerda kiyimlari ho'l bo'lib ketsa-mu, chiqmasdan beliqlar bilan o'ynashatdi. Rayhongul bolasining royiga beqib, inkiga taynib suv bo'yida uzoqdan uzoq o'ltiratdi. Hey buloq, sen Ziyodunning tunji va oxirgi muhabbati guvoh. Onun tunji o'g'lining ona yurtiga qanmasdan sana bag'rini yaqqaniga ham guvoh. Bugunchi Ziyodunning hech kimga ko'rsatmagan ko'z yoshlariga guvoh bo'lmoqchimi? Ziyodunning ota bo'g'illari mush buloq suyini ichib, shu suvdan iftor qilib 8 avlod mush yerning xo'jayini bo'lib olamdan o'tgan. Ularning navra avrillari endi bu yerga dassugidek yerga sar. Balasi nanalarda sargardan. Mana o'zi osh, xori va qochoq. O'z ona yurtidan uni qaytishga zo'rlayotgan qandoq bir kuch, ha? Ona tuproqqa bo'lgan muhabbatmi yoki bezorliqmi? O'z yeringda kunning seriqini ko'rishmi gunoh? Bir parcha qattiqnan kavyang yo'q qo'rdiqi bilan xushal bo'lishmi cheklangan? Balangni himoya qilishmi jinoyat? Gunohsiz bog'landim deyishmi qilmish? Bu hayot bo'lamdi. Bundoq yashagandan o'lim yaxshi, kelgusi yaxshi deydi bolalari. Ras, kelgusi bormi o'zadi? Ziyodun uchun hamma narsa o'tmish. Muhabbat, inson arik, otaliq burch va yashash huquqi. Mushundaqla ili daryosida eqib o'lsa, uni azoblayotgan qisos o'tlari biraqli o'chidi. Lekin kishilar hayziyak, senmi ermi? Senmi otami? Sen oliqanjoqmi? Sen oliqanjoqmi yetmaysan. Qanjoq yulduzlarga qarab, huvlab, hal aytalaydi. Sen bo'lsang tashlangan eski cholvur deyishmamdi. Yo'q. Men tex yashayman. Buloq bo'yida tex shodlanaman. Balalarimning to'yini, navralarimning xushal kulgilarini ko'raman. U jig'anliqdan qora suv bo'yiga keldi. Qora suvdan beliqlar o'ynamoqda. Süpsüzük buloqlar qo'shilib, odamni andikturgidek muzlagan qora suvga tizg'ich kirib, jim turgan char beliqqa ikki qo'li bilan tashlandi. Lekin tutolmadi. U suvni laydivatdi. Beliqlar o'rgadi. Uning qo'rsqi echib, boshlari qaydi. U suvga qarab kulib qo'ydi. Tutmasa, to'xta seni. U jig'anni yerib, tishi bilan bir uchini ushlab, nayza yasadi. Tinch rohatlanib yotgan beliqning beshiga nayzining uchini to'g'irlandi. "Sen shundoba!" dedi-da, nayzini beliqning beshiga sanchidi. Suzuk suvda qon rangi paydo bo'ldi. Mana hushsiz beliq suv betida layladi. U beliqning qornini yog'och bilan yordi-da, do'ngda kunga qoqlanib, cho'qqaylangan toshga chapladi. Birdandan keyin beliqning qini qashdi. U ishtaha bilan yedi. Kashqurun u daryo bo'yidagi o'rmonlikqa keldi. O'rmonda qirg'ovul xo'rozlari churqirishadi. Mekyonlari vakildishadi. Yav to'ng'izlar xorqildishadi. Toshqinlar yugurishadi. Qushlar nag'ma-navo qilishadi. Janubdan charchamas ili daryosi do'lqin yasab, ko'vrab hayvat bilan oqatdi.
Qirg'oqlardagi Majnun talla yilidan yiliga egilib ta'zim bilan daryoni suyatdi. Daryoning oq to'lqinlar sakrishib turgan o'ttirisida bundaq so'ygi yo'q. Nalardandir yıldızları bilan qo'mirilgan daraxtlar eqib kelmoqda. Daryoning o'zila bir hayotgan. Ana bir ot o'liki eqib o'tdi. Bir cho'kib bir layliganda ziyak otning beshi bilan yoyilni ko'rdi. U qar suvdan tutib olgan beliqlarining qorinini toshdan yasab olgan pichoq bilan yerib, tal shoxlariga esib qo'yib, zira bo'ljirgan qaraqat va yav olmalardan etak-etaklab terib keldi. U kulib, "O'yimdan jangal yaxshikan. Ikki o'g'il malay bo'lsa-mo och emas. Qizim Muxtar akamga omonat. Xayr jonivar, mahallanga qarab mang. O'qurun seni chillayotidi." dedi-da, otning beshini janubga to'g'rilab, sag'irsiq shapalaqlab qo'ydi. "Mang, tez mang, chop jonivar." dedi naysini otning chivisiga sanjib qo'yib. Ot cho'chib, chichangshib, quyruqini tik qilib yugurib ketdi. U bekorchilikqa odatlanmagan. Shoxlarni tosh pichoq bilan qiyib, tallardan sevat to'qidi. Chimanlikka kapi yasadi. Yumshoq cho'plar bilan uni yopdi. U daryo bo'yida saharni kutib oldi. Nuri dadasiga Toshqo'ral davri to'g'risida hikoyalarni so'zlab bergan. Mana u shu davrga qaytdi. İnson hayvonga aylansa, xafliq, g'am g'ussa bo'lmaydigan o'xshaydi. Mana Ziyek bu kecha rohatlanib uxladi. Uni daryo papilab uxlatdi. Qushlar nag'masi uyg'otdi. Tabiat yop-yeshil jahon quchoqlab huzurlantirdi. Vahshiylik jamiyatda, go'zallik tabiatda. Inson qaltis narsalarni ijod qilish jarayonida umrni qisqartirdi ekan. Tez mangaman deb mashina ijod qilayotgan. Nayzini yaratmay miltiq yasayotgan. Payda qo'g'lishib bir-birini o'ltirayotgan. Nimishqa mono qushlardek, to'shqonlardek tabiatning berganiga shukr qilib jim yashamaydigan-do, ha? Mushturqida Ziyek daryo bo'yida rohatlanib yotganda, yer yuzida qancha odam o'layotgandi. Balki o'layotgan odamlar hayvonlardan ko'p bo'lsa kerak. Ana yiroqdan solchilar ko'rindi. Sol qirg'oq bo'ylab kelmoqda. Solda choy qaynavasi kerak, is chiqmoqda. Texi qo'ylarmi bor ekan? Mana karomat. Sol Ziyovuddinning yeniqli kelib qirg'oqqa surkilib to'xtadi. Ikki solchi taldan qilingan to'm arg'amchilarni tog'i teraklariga bog'ladi. "Alomat yerkina, pa! Rahat sening ekanda!" dedi biri va beliqlarni ko'rsatib. "Beliq olg'uchkansan-ku, hey dadaza! Balalar, tushayli, shaharda bundaq yer yo'q. Kashkirgich tamasha, kashqurun yo'lga chiqsaqmi, zoyomkidiga ana." 10 odam xushal varqirishib yerga tushdi. Birdamdala qozon esib, qo'y so'yib, daryo bo'yini avatlashtirdi. Birlari haraqni ichib naqsha yetishdi. Birlari chimanlikda chelishishga tushdi. Chelishishni ko'rsa tallari yayrab ketadigan Ziyovuddin o'zini tuta olmadi. "Qani, nochiroq biringlar chiqsanlar!" dedi u ishtonni tizig'icha turib. "Uzun bo'pti-ka, seg'ilib qoldim." Saqal burtig'i oq kirgan, ballari sal mo'chaygan dehqon 13 yigitni bir-birlab bosdi. Kuchi borlarning pami yo'q ekan. Pami borlari Ziyovuddindek kuchlik emas ekan. Ziyovuddin birdamdala hurmat tepib, ular bilan do'st bo'lib ketdi. Ular billa go'sht yeb, jangal mevalariga to'yib, Kashqurun shahriga qarab Sol bilan yurib ketdi. Do'lqinliq daryoning qoq o'ttirisida Sol bilan mangmaq to'limi rahatgan. Ziyovuddin g'ingshib, naqshi yetqili turib edi. Biri: "Naqshida meni yengolmaysan-chi, daraza?" dedi. "Avushni yengolayman. Avushing nemoy? 7 avushchi. Avaqini." Ziyovuddin qo'liga hijr tovoqni elib, dab qilib avushga boshladi.
osmonda uchib yurgan qora miltiqning o'qi, yurtmi yurt tinab yurgan ota-onaning yo'qligi. Quchoq yetmez qarag'aylar tog'ning ko'rki edi. Mana endi odamlar ularni yiqitib, kalaning burnidan cho'lik o'tkazgandek beshidan teshib, bir-biriga qo'shaqtab chetib suvda mangadigan chana qilib olgan. Beshida bir paloqchi, quyruqida bir paloqchi paloqini qimiriltib, barsila bu jonivar harvi etidek yo'ldan chiqmay mangadi ekan. Sal bilan mengiversa, olamning chetini ko'ramdikin kishi. Ziyoddin naqsha aytib etib, xiyol shamollari bilan nanalarga ushdi. U naqshining oxirida eg'ir tortdi va Nuri balam nadisan deb nola qildi. Dardlik odamga jannat bo'lmasa kerak. Nagili borsa, dardi billi bor ekan. Dard bor yerda xushallik nima qolsin? Qorong'u tush bilan Ziyoddinni yana balig'ima bosdi. U sal ustida bir kecha yetib, attiganligi shaharga kirdi. Shahar boshqacha bir hayot. Hoji Bo'lus mahallasi, Din mahalla, shahar ichi, O'rda mahalla, hattoki Terak mazar, taqchilik, hamma ko'chalarda odamlar ko'chalarga suv chechayotgan. Ko'chaning ikki cheti yaqin suv, suvadan teraklik, ulug' echilgan darvoza, yan eshik va yolg'iz eshiklardan gullar bilan to'lgan pokiz ho'ylalar. Pokiz kiyingan shaharliklar ko'rinadi. Yelpinib turgan pardalar, chiroyli sirlangan salasollar, siliq minib, apkashda suv akirib ketayotgan xizmatchilar kishiga baxt shardikan degizadi. Mana u ko'chaga suv chechayotgan oq xasdan ishdan ko'nglak kiygan yeshil duxovi bo'klik mo'ysbitga salom berdi. Va alaykum assalom, dedi u kishi ko'rkam qomatini tish tutib. Ukam, seni taniyapman. Ismim Qurson, isming tilimning uchidilar. Ziyak baxshi. Yo'q. Ziyoddin, Muxtar boyning enasi. Nuri sening o'g'ling-ku. O shoir o'g'ling hozir nada? Nadalikini men sizlardan so'rg'ili keldim, mutaoli xalpitim. Nizarxon xo'jam rahmatining yotgan yeri jannati bo'lg'ay. O muborak zot beshinglarga kunchisa mutaoli xalpitimni izdanglar deb vasiyat qoldirgan edi. Rahmat hurmatingga Ziyoddin. Qani yur, uyga kirayli. Mutaoli xalpitimning uyi dardmanlarning datxonasi. Mana Ziyoddin muhoyladagi kangri chayxonada yumshoq ko'rib ustidan o'rin oldi. U yalang oyoq qapqara putlarini naga yoshirishni bilmay xijil bo'lib ko'rinmedi. Xalpitim: "Putlaring ortiqlik qilyapamdi. Mayli. Sunub ozoda o'ltirg'in. Sening putung Abdumar ming begining putidan ming aspokiz. Sen pokiz to'pimizdan boshqani dastimaysan. Umr tat xalqimizning beshiga minglagan shehidlarning so'ngaklarga dastlab yuqoriga yamashmoqda. Mana shu xalpitim mengib yurgan so'ngakman. Uning putlari nagili borsam beshimda. Bilaman, o'tdan bilaman Ziyoddin. U tuhmatchilarga yon besib seni so'ladi. G'ani Botur uning ichidamay seni qutqizdi. Bir ishki askarni o'ldirdi. Shuning bilan boshini birar yuz odam turmaga kirdi. 20 necha odam nohaq o'lib ketdi. Sening balang Nuri texich sarson. Shundoq ular meni tutishga chiqqan ekan, kechib keldim. Zangga tushgan mashku yo'qdi, ha? Yo'q, men sol bilan kechib keldim. Nachinchi qitim qaytishing bu, ha? Gunohsizlar jazolanib, qon qarzga bo'g'ilganlar taxt so'raydigan nohaqchilik qachongacha davomlasha? Qalmoqlar kun bermividi, Emin Xo'ja Manjulaga tavallik bildirib qalmoqdan qutuldi. Aldan sirin Dabaji Amur Silla yo'qoldi. Lekin Mingroy Jangjun Aguyla bular paydo bo'ldi.
Emin Hoca tavalik bildirgini Janubiy Şinjan'da qo'zg'algan Uyg'urlarni bostirganlik uchun Vangliq amili bilan mukofotlandi. Van, Gung, Tayji Beysi mansablar uchun bizning odamlarimiz o'z odamlarini qirdi. Xalqning seriqini ko'paytdi. Musa Gung vaqtida bir kishilik yerga 4 xo to'lindigan seliq O'ranzib davri kelganda 16 xo'ga ko'tarilib, xonga beradigan umumiy ochliq 96 ming xo'dan 100 ming xo'ga chiqdi. U buning töhpisi bilan Gung mansibiga erishdi. Uning o'g'li Melikzotmo Gung bo'lib, dadisining ishini Ag'dodiga yetkazdi. Xushnizat Gung Xolzatxon Tayji dadillardan oshirib atdi. Ma'zamzot Tayjining davri kelganda dehqonning 4 xo'liq seliqi 32 xo'ga yetdi. Dehqonning to'ligidek holi qolmadi. Alvang seliqi to'la qo'yay desam eshim yo'q. Bu usulni qo'ymasa tiriklikda beshim yo'q. Mana bu dehqonning zori. 1759-yildan 1864-yilgacha bo'lgan 100 yildak vaqt ichida xalqimiz xorlanib, yildan yilga zulm ko'payib, pichoq so'ngakka yetdi. Oxir Ili Jangjuni Changchinning davrida xalq qo'zg'aldi. Hay Ziyaudun, Shingdoban, Yang, Jin deganlardimiz zolim. U bizga maktab ochib, madaniyat, ilm-fan o'rganishga yo'l ochib, xalq turmushida kangchilik qilib, yaxshilik qilganda qilgani bilan berib o'zining o'rnini chingitdi. Yanchiqini chingdi. Mana xalq amdin tushundi. Ummo manjula bilan o'xshash. O'z xalqini hukumatga qo'l qilib berganlarga mukofot beradi. Undaqlarni ko'tiradi. Abdumar Chusilingning o'g'liga yarab qilib edi. Qara, hozir muavin hokim. Cho'ruq hekimdak odil odamlar hozirma bor. Lekin ular hukumatning ko'ziga qadalgan mixda. Xalpitim Ziyaudunni uyida 3 kun baqdi. Uningga kiyim-kechak va pul berdi. Uni o'zining Chuluqayda yangidan paydo qilayotgan cho'ng mevilik beg'i qarashga avatib, balasining xabarini berishga va'da qilib, ko'nglini xotirjam qildi. Chuluqay g'o'li tog'dan tushadigan karta o'stan bilan ko'klaydigan havoliq, manziralik go'zal joy. Bu yerning olma, o'rik, shaptollari, ushuk, qurut va qurg'oqchilik kasalliklariga yo'liqmaydi. Sharqiy shimoldagi munbat edirliqlar, janubdagi kangri, qaramtul tuproqliq, tuzanglik har qanday gulgiyoh, meva oshliqini balodan saqlaydi. Bu yerda G'o'ljining boshqa sasliq yerlaridek pash chivillarmi shalang, Ekinbaq Xo'jamning yanchilari hisoblanadigan dehqonlar yo'qsizchilik azobidanmi unchalik dotlamaydi. Chunki Xo'jam rahimdil, dehqonning holiga yetadi. G'o'rjaning holi nechuk degan so'z u odamning ona tiliga aylangan. Buning sababi mutaoli xalpitimdek shariat yo'lida halollik bilan mangadigan odamlar G'o'jamning yaqin do'stlari. Ular nimani qilmasin o'ziga halol, insof degan so'zlarni o'lcham qiladi. Mutaoli xalpitim G'o'jamga Baqqili savobli ish, baqqiliman, meva sotmayman. G'o'jam 10 xo yer bersizlar, mevilik baq qilib qo'yay. Devidi G'o'jam. Lavay, xonning yeri u, qilsizlar, xohlagan yerdan sollab olsizlar, deb javob berdi. Xalpitim uloqchilikqa mahir. Katman bilan eriq cho'nak elib tar to'kishgan biroq. U odam bulturi atyoz chiqib bir necha talibni yondab, qo'ruq cho'rib, cho'nak tartib tanlangan olma, o'rik, shaptul ko'chatlarini tikdi. Bu yil uladi. Mana hozir 10 xo'luq yarim mevaga kirmagan bo'lsa-mu, chiroyli bog' bo'ldi. Cho'nak oralariga qo'g'un tervedi. Mana hozir qo'g'un tovuzlari pelak orasida shunda qo'yuq,
sözük sayning teshidek yatmoqda. Ziyoudun sharqirab eqib turadigan tog' suyi bo'yiga kelib qoldi. Tog' terigi qor yog'ochlar soyasiga suzuk toshlarni tiklab o'choq yasadi. U yana bir qashqarlik musofir bilan bu bog'ning xo'jasiga aylanib qoldi. Qashqarlik musofir qo'yuq soqolliq, mayda yunglar budur, qora qosh, qonsharliq odam. To'limi mungdashqoq, siliq, yumshoq, beshidan jiq ish o'tgan odam ekan. 1934-yili atiyozda Majumying Qashqar shahrini qirg'in qilib, bulab talab o't qo'yib baloyi ofat paydo qilganda, bu odam Qashqardan Yangi Sarga Mahmud Sejangning yeniga bovoq qizini quchoqlab qechib borgan ekan. Mahmud Sejang yig'lab ketib, Qashqardan, Turpandan, Qumul, Aqsu, G'o'jidan bir Majumyingdak askar boshliq chiqmadi. Uyg'urlardan Yoqub Baychilik, İshaq Baychilik, Shingsay, Majumyingchilik harbiy bilim bor odam chiqmadi. Men G'o'jini yasojimi bu sohaga yetilmagan. Bizda g'azab, o'shmanlik, boturlik yetilgan, lekin harbiy bilim yo'q. Fukam, bolalarni askar qilinglar. Ular miltiq etishni, urush qilishni, dushmanni yengishni o'rgansin. Shunda qilmasak, biz hamma yerda har qachon bo'zak degan ekan. Hey Saparaxon, sen miltiq etishni bilamsan? Men Mahosanning askarlaridan 10 nachini o'ltirgan. Askar bo'lganmi sen? Ha, Yengsarga Ishaq bek kelganda, men uningga agishib ulug'chatga ketgan. 1937-yili Ishaq bek uyida askar bo'lib, Mahosan askarlari bilan so'qishgan. Bu yoqqa qanday qilib chiqib qolding amsa? Qechib chiqdim. Shinsay Ishaq bekning uyini tarqitib etdi. Ishaq bekni xo'jaga yo'tkadi. Men Muzdavandan eshib Ishaq bekni panoh tortib bu yerga chiqdim. U kishi yo'q ekan. Qizing nerede qoldi? O'lib ketdi. Dadam, opam, ikki inim, bir singlim, ayolim bilan cho'ng dadam qirg'inda o'ldi. Majumying bag'rimni qon qildi. 8 jonning qisosini deb bu yerga keldim. Birga 10 ning jonini olaman. 80 ning jonini olmasam, men ar emas. Yaraysan Sapar. Ikkimiz o'xshashganmiz. Men mo sen o'xshash qisos uchun yashayapman. Ular Ka'bada o'ltirib, salqin tog' shamolda rohatlanib, beshidan o'tganlarini bir-biriga so'zlab berishdi. So'zlagan siri ularning bir-biriga hurmati, mehri oshdi. Mana ular oyga qarab o'ltirib, bir-birining yirik qo'llarini tutishib qasam ichishdi. Hamini bir o'lim, pastlik bilan yashagandan, mardlik bilan o'lgan a'la. Yoshqa zo'rlab dard to'kkandan, g'azab bilan dushmanga etilganing a'la. Sapari 8 yil sargardan bo'lib, ko'rmagini qolmagan odam ekan. Uning tartqanlari Ziyoudunninkidan nachasi ko'p. Ziyonlarimi shundaq. Uning ustiga Sapar din va panda xeyrili bilimlik, tarix bilan yaxshi tonish odam edi. Bir vaqani so'zlashdan burun yil, oy, kunlarni to'liqi bilan deydi. Uning cho'qinadigan odami Abduqodir Damulla edi. U ishki gapning birida Damullam mundaq degan deb so'zlaydi. U yana nurg'un she'rlarni yodiga beratdi. 5 vaqt namozni qazo qilmaydi. Ziyoudun uningga agishib namoz o'qiydigan bo'lib oldi. Bir kuni ularga mutaali xalpitimning xizmatkori qo'sh eg'izliq ov miltiqining birini akilib berdi. Sapar nadin toptikin birdamdila gungur tepib keldi. Uningga kul va bir nimlarni aralashtirib do'ri qildi. Qo'g'ishini eritib yerga qo'yib o'q yasadi. 4 tal qaridab ketgan jazdin piston yasadi. Uning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. To'mir yasab non yoqdi. O'choq beshiga chiqib olsam birdamdila har xil tamoqlarni qila oladi. Ziyoudun o'tin yerish, o't qalashdan boshqaga yaramaydi. Uning uyida qilib o'rgangan to'shik ishlari Saparning oldida kulkilik bo'lib qoldi. Ziyoudun Saparni ko'rmagan bo'lsa, o'zini dunyodagi eng baxtsiz va jafokash odam hisoblagan bo'ladi. Mana u o'zidan eshib tushadigan Sapardek odamlarning borligini bildi. Saparga serishtirganda Ziyoudun yog' ichidagi bo'rak edi.
Uning yalğız Qashqardan G'o'ljigacha piyoda mengib tartgan jabrisilar Ziyodinning bir umr tartgan jabrisidan eshib tushadi. Bechora Sapar hozirmo yalang oyoq yuratdi. Uning tapini Gayitning ayolininkidanmo qattiq va qilin edi. U hikoya so'zlaganda Muzatda yalang oyoq ochdim. Bir hafta cho'pdan boshqa hech nima yemedim. Bir oy tog' o'nkirlarda yotdim. deydi. Uning har bir so'zi bir hikoyaning mavzusi edi. Tog' kaptiri ko'pi bilan qolislar terak beshiga ikkisi qo'ndi. dedi u go'siz ustixon ko'kirigiga qo'sh eg'izliq miltiqining paynigini terab o'ngdi yetib. Ile ikkisi yerga tushdi. Miltiq qum qilib etildi. Ikki kaptar yerga pulanlab tushdi. Ular kechda kaptar ko'pi bilan oziqlandi. Mana u nima bilan yasadikin bir ravob yasib elib chalg'ila turib edi. Ziyodin o'tirolmay qoldi. U tuvoqni dab qilib uning ravobiga tankash qoldi. Sapar mungluq ovoz bilan ravobiga tankash qilib Qashqar naqshlarini aytishga boshladi. Atasi ba, anasi ba. Tavardin atavar balla. Atasi yo'q, anasi yo'q. Ko'chada xoruzar balla. Anlavatqanlar beli qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Uning naqsi yurakni ezatdi. U qo'g'illiqda ishlab etibmi, shox chatab etibmi, yerim parcha kiygi silingan kapi ichida kashqurulliq bo'ladigan so'g'uqda titrab etibmi, bu xil mungluq dardman naqshlarini to'xtamay aytadi. U go'yoki naqsi bilan zamon ustidan shikoyat qiladi. İç-içiga patmayotgan alamlarni, tortquliqlarni xalqqa to'xtamay so'zlaydi. Sapa, nechidasan? 42. Men 43. Qara, ikkimiz rosa küçük to'lgan chig'imizda buvay bo'ldik. Ya, buvay bo'lganda küçük to'ldik. Kulishni unutmabdimiz ha? Dunyoda mendimi derdi ko'p odam bormidi deydim. Sen yengib chiqding. Mendimi eshib tushdig'ini bormidi? Chiqadi jumo Sapar. Dunyoda dardmanlar to'la ekan. Biz har holda turmada emas. Men turmada yotgan. Qechib yurish turmada yotgandan rohat. Cho'sa burga talamaydi. Kunning seriqi qonisan. G'am qayg'udan xelili xoli bo'lasan. Turmada sesixchilik, paskinchilik, ocharchilik seni ajilingdan burun o'ldiradi. Gunohing bo'lsa mayli deytding. Yotqudak gunohing yo'q. Alal yaşadın. Aramla kirmay, sen kirib qalsan alam qiladi ekan. Bu dunyo shundoqkan, gunohsizda qiriladi ekan, qilinadi ekan. Hamma hukumat o'xshashlar fuqarolarni yunaydi ekan. Sabitda mollam islom hukumat qurib edi. Xush bo'lib, endi bu dunyoda jannat ko'rdigan bo'ldik desak, nima u boshlagan urushning seliqi mashavuninkidan eshib ketdi. Eshak bilan o'tanchilik qilib jon etatdiq. Shu eshakni osharga tutib berdik. Seliq dastidan mukchib, kofir bo'lsa-mu, seliqi yo'q hukumat kalskan deb tilladik. Namratlarni ko'zlaydigan hukumatmi bo'lamdi zodi? Sovet shundaqmish-ku. Undaq bo'lsa, odamlar nimishqa bu yerga qaytib keladi amsa? Boylar qaytib kelganmish ya. Nadikini to'lisi yalan to'shla. Tog'si sharqirab axmoqda. Ular yumshoq chimdan qilingan yostiqlariga boshlarini qo'yib ochiq daldida osmonga qarab yetib mung'ashmoqda. Ularning taqdiri, orzusi va kechirmishlari o'xshash. Ular yaralgandan tartib, ashu qovul belaklaridan boshqa hech nimaga tayanmagan. Namratlik ichidan baxt va xushallik izdegan. Na boylik, na mansab, na cho'ng foyda tamasida bo'lmagan.
yarilib qolg'ashqila hayotlik uchun tirishib halol yo'l izlagan pokiz qalb egalari. Söyümlik balalarga baxt izlash dunyodagi ota-onalarning burchi. Ular shu burchni ado qilish uchun hayotning mushkul yo'lini tanlab olganlar. Lekin zaman hukmronlari ularga bu yo'lda mengishga yo'l bermayotadi. Zaman nemancha rahimsiz, ha? Yulduzlar tiniq osmonni besigan. Ana Avral teg'i ustida to'lin oy paydo bo'ldi. Xudoyim bandalarni deb bu mo'jizatlarini o'tliq quyoshni yaratgan. Lekin insonlar ulardan tang bahramand bo'lishning o'rniga uni o'zining qilib olish uchun boshqalarni o'ldirmoqda, so'limoqda, qiynamoqda. Safari hech narsani o'ylamiz kerak. Mana uning xo'rigi boshlandi. Lekin Ziyodun zodala uxlay olmadi. Uning yulduzlari nada? 3 o'g'li. Bo'lib suyimlik o'g'li Nuri hozir nada? Uning pegi tushgan askarlarni ilohim yer yutqay. Dara bilan dara mayli kishining uyida malay bo'lsa-mu, xavfdan xoli. Kichik qizi ativorliq. Uning dadisidan qolgan cho'ng qo'ru joyi, qo'yiq o'rmonliq beg'i. Baqqa zo'r umid bilan terg'an qichisi pishishga oz qoldi. Sho'rlar toza etilmagan. Mo'zay taynishlar baq to'shqanmaydi. Bug'di yetexe gajgi suy bilan. Bu ismi o'talmagan. Dara bilan dara huddisdan chiqalarmi? G'ol eriqning yaqsidagi yovbida aralash chujugun o'tgan bo'lsa 500 bag' chiqatdi. Xaq ot bog'lab tugatganmaydi. U balasining besatini hatto egisiz qolgan 8 mekyon qizil xo'razi, oli qonjuqi, dalanaga u salgan qarlag'ashlar va qizilgul arsiga u salgan bulbul balalarining bexatarligi, hammali ishni o'zidan panoh tilaydigan, hammali nimani bir-birlab aslab chiqdi. Yo'q, u bu dunyoni o'ng'ayli tashlab ketmaydi. Uning hayoti nurg'un jon egallariga chetilgan. Ularni noumid qo'yish uning uchun jinoyat. Mayli qochsin, mo'kinsin, u hayot turishi kerak. Salqin tog' shamili uni uxlatib qo'ydi. U sahar turdi. Safar allaqachon edirliq chiqib, bo'yi yulmoqda. U qo'g'inga ko'mish uchun chuchuk bo'y emas, yov bo'y yig'moqda edi. Chuluqay g'oli yozda ili baylarining sayli tomosha qiladigan joyi. Mana bu yerning shirin mevalari pishadigan chog'i yetib keldi. Bog'lardan kechilari dutari tambur, naqsha ovozi uzilmay kelib turadi. Ekinbag' xo'jamning beg'i bundoq yoz kunlarida har kuni degidek doim qizib ketadi. So'yilayotgan qo'y, to'shilayotgan qimiz, meva chiva, naqsha, kulka va mumliq soz kishiga dunyoda g'am qayg'u yo'q ekan degan ta'sirotni hadiya qiladi. Har qanday g'amlik dillardami yoz kunlarida hayot shodlik paydo qiladi. Pa, balay yerkan juma bu. Dedi safar kechida ili naqshlarini anglab yetib. Tambur degan bu yerning bulbul bilan o'xshashgan juma. Naqshanlab yetib, o'ylangim kelyapti. O'ylansam, yana bola topaman. Yana 40 yil yossam, bolalarim 30 yoshga kiradi. Navr ko'ra olayman dexe. Navra, mening o'g'lim Nuri 20 yoshga mangdi. Men bu yoshimda toza bo'yni ko'pgan yigit edi. Xotin ko'rmagili necha yil bo'ldi? Uzun bo'ldi. Mana 9 yil bo'ldi. Xotin haqning qo'lini tutib boqmadim. Men unutib ketdim. Seni o'ylab qo'ymasak bo'lmagidak, tortishadigan hech nimang yo'q ekan. O'ylab, bola top. Men sana 10 xo'yar beray. Haqqini topqanda ba. Vasvaschilik o'tib ketsa, bizning mahallaga ketayli. Bizning mahallani tunugun do'ngda o'ltirib ko'rsatdim-ku. Avu qora-qurum ko'ringan tog'ning ostida. Baland gap qildim. So'qish bo'lib qolsa jangga kiraman. So'qish
kun chiqishdimi, kun petishdim bo'layotgandek. Bu yerga keladi juma. Balangni qurolliq azmatlarning orsig'i dedingmi? Men shularga qaytilib olsam bo'ladi. Men mo qaytilaman. O'z qo'lim bilan bir nachisini do'zax uzatmasam xo'dan chiqmayman. Menga marganlikni o'gitib qo'ya. Haros taqi chiqib 1-2 kun o'g'lab kelmaymizmi? Qalbtimga deb ko'rili juma. Qalbtim shu turqida hojamning beg'ada bor. Shahar boylari tugal chiqqan o'xshaydi. Tunugun o'tin yarg'ilib bordim. Lekin ba hojam mutaoli qalbtim Anvar Musaboyev, Solijonboy, Ro'z tamburlarni ko'rdim. Qolganlarini toniy olmadim. 10 dak kalaska xodik bilan chiqibdi. Berib ko'rib kelmaylimi? Yur. Asta qo'riq atlab boramiz. Yiroqdan ko'rib payzi qilamiz. Yaning oyoq qovul gavdilik ishga bag'dan chiqib naqsha anglangan tarafga qarab bolalardek yugurishib ketishdi. Ular chitlangan qo'riq tomning so'ngichidan o'milishib baq kiradi va o'riklarning orasi bilan o'milishib mengib, gazvoy lampalar yo'riqida o'yin tomosha bo'layotgan yerga qarab turdi. Qip-qizil gilamlar ustida ko'rpalar selingan. Mamuk yastiqlarga yo'linib o'ltirishgan shahar boylarining oldidagi oppoq dasturxon paxlan go'shtlari, kavoplar, qatlama, petir, to'qash, qaymoq, hasal va meva-chevalar bilan to'lgan. Mehmonlarning yuzlari yaltirab, ko'zlari chaqnab, yepak ko'ngliklarining yaqinlari echib etilgan. Ularning qo'llarida oltin uzuklar, belaklarida soat, putlariga kiygan paypoqlarimi yaltirab turadi. Ularning arsida yalang oyoq judangu, kiyimlari jul-jul yoki yamoq tushgan birma odam yo'q. Tamburchi bilan dutarchi qarama-qarshi o'tirib elib, boshlarini sangiltib elib soz chalmoqda. Boshqalar mung olmoqda edi. Safarning nazarida bu odamlar mungning nimaligini bilmaydi. Mung turmushdan keladi. Ularning qalbida jarohat yo'q, qo'llarida qadoq yo'q, yuragida qisos o'ti yo'q. Bu xil odamlar mungni sirtdan izlaydi. Lekin buni o'milab kelganlarning yuragi mung bilan to'lgan. Mana Safarning yuragi partlamoqchi. U o'pkidab yig'lashga boshladi. Ziyovuddin uning og'zini olqini bilan to'sib oldi. "Hanshima, bilib qolsak bo'ladi. Ishimga o't yoqdi buni tabbir degini." Mana so'z to'xtadi. Oq ranglik yepak ko'nglak kiygan, yanglarini turib olgan chash qo'yib beshiga yeshil gullik do'xov bo'k kiygan qora burut chiroyli biri so'z oldi. "Bu naqshlarni xalqimizning beshiga kelgan zulm paydo qilgan. Shuning uchun ta'sirlik, rasmi ro'zika." "Shundoq apandim, dard alam bo'lmasa naqshi bo'lmaydi. Muqomlarmi shundoqkan, xalqning ko'z yeshi muqom bo'lgan cheg'i. Demisam o odam kuladigan birma gap yo'q ekan ha. Zulm ko'paygan siri naqsh kuchaydi ekan. Xo'jamni munglinib, besh tushib tinchidi. Xo'jamning nima g'imi bor ekan tan? Lavay, G'urjoning g'imi mening g'imim emasmi? Kunda qancha odam tutilyotdi, qancha odam o'ltirilyotdi. Kim biladi, biz aqli tutunimizmi texi? Bular g'am bo'lmay, xushalliqmi ofka? G'imi yo'q odam bo'lmaydi ha, xo'jam. Agar puli borning g'imi bo'lmasa, bunu Anvar apandining g'imi bo'lmasa bo'ladi. Mana qaranglar, bu kishi hammadan mungli. Shamsa hamma odamni yurak oldi qilyapti. Mudir qilg'idak yer qolmadi. Nagili qarsang soqchi, nagili borsang payloqchi. Bayqoqlar, bu yerda mo payloqchi bo'lib qolmasin yana. Mashrab o'tirishlarni mo tashkilot deydigan bo'lib oldi bu hukumat. Ya, manamsada bir tashkilot paydo bo'lmadi. Gap sota oladiganlar ko'p, miltiq ota oladiganlar oz. Nilqa ulastayda Fatih No'g'ay, G'ani Botur, Akbar Boturlar qo'llari qurolobdak. Erqi gimnaziyaning Nuri degan o'quvchisi qoltisgan deyshidi. U hozir ulasaydikilarning boshlig'i bo'lib qopdak. Rahimjon bilan Anvar apandi buni toza biladi. Qo'lidan ish keladigan bola ha Anvar apandi. To'la yaxshi, ashundaq yigitdan yuzi bo'lsa-edi, shingsay o'ng'ayli qo'laydi. Hozir ularning odamlari ko'payib yuzga yetibdi. Ular qurol setib olishga pul yordam qilmasak bo'lmadi. Anvar apandim 10 ming qo'y atab qo'ydi. Men bu
500 ming dollar atadım. Yaşap keting Rahimjon apandim, undaq bo'lsa men mu 100 ming so'm atadim. Atrofni chorlab kelinglar, balog'i qolmayli ya. Davay, shundoq qilinglar, ostroq gap qilayli. 4-5 odam charlashqa qo'pib edi. Ziyovuddin bilan Safar eriqqa tushib o'milab qochdi. Men bayloq bek uchlik qilatdim. Muni baylab bo'ladi ekan, juma. Men 80 qo'y yerimni otadim, dedi balis to'g'risiga Madiya bilan jonlanib. Otliq g'ururi qaynagan Ziyovuddin hayajon bilan: Sen nimani otading hay qoshqoliq? Jannati deb, issiq jannati deb. Miltiq etishini o'rgat, qo'g'in pissa, setib miltiq olayli. Qaychivergan bilan bo'lmaydi ekan. Ikkimiz qurollanib, 2 dan 4 askarni o'ltirsakmi hisob? Nima deydi o mavu? 10 dan 20ni, yo'q, 50 dan 100 ni o'ltiraydi. Birimiz yuziga tetayli juma bu qonxo'r hukumatni. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Beliqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Beliqutdan bil. Beliqut xazinasi